Oson usulda qavatlari juda ham ko'p, xamir esa Napoleon xamiridek og'zingizda ovqatlanib ketadigan juda ham mazali noodatiy paxlava tayyorlaymiz. Qanimasam bismillah deb sariyog' bilan unda kroshka holiga olib olamiz. Alohida idishimizga suv, tuxum, uksus solib narodniy massa qilib olamiz. Tayyorlab olgan sariyog'li kroshkamizni ustidan quyib, ketidan qaymoq solib, videoda ko'rsatilgandek qilib konvert usulida xamir qorib olamiz. Aynan shu joyga e'tiborli bo'ling. Xamiringiz qavat-qavat chiqishi uchun videoda ko'rsatilgandek qilib xamirda konvert usulida qilishingiz shart. Tayyor bo'lgan xamirimizni yaxshilab strich paketga o'rab 1,5-2 soatga muzlatgichga qo'yamiz. Bu vaqtning ichida bemalol ichiga solish uchun nachinkasini tayyorlab olsak bo'ladi. Xo'p, tuxum oqiga shakar solib, yaxshilab ko'pirtirib, qattiq penka holiga olib olamiz va ichiga yong'oq, mayiz solib, однородный massa qilib olamiz. Bu orada yaxshilab qotib olgan xamirimizni olib, to'rga bo'lib, har bir bo'lagini yupqa qilib yoyib olamiz va ikkiga bo'lib, videoda ko'rsatilgandek qilib nachinka solib o'rab olamiz. Tayyor bo'lgan paxlavalarimizni qizib turgan pechimizda yaxshilab qizartirib pishirib olamiz. Agar issiqligida sushoni moloko sursanglar, qo'lingizga yopishmaydigan, glyansiy effekt beradigan bo'lib qotib oladi. Resept yoqqan bo'lsa, bitta yurakchani qizartirib, menga obuna bo'lib qo'ying. Inshaalloh bundan da zo'r reseptlar hali oldinda. Yoqimli ishtaha.